Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, Eron Nomeradin Fakinashten g'ishlari ishqibozlari. Sog' salomatmisizlar? Mana bizlar ustozimiz bilan birgalikda yana bir yangi ijodni boshladik. Ustozimizni ko'pchilik taniydi, tanimaganlar uchun yana tanishtirib o'taman. Usto Elmurod akam Samarqandlik bizning ustozimiz bo'ladilar. Mana shu yerda hozir bir o'zgacha ko'rinishda shu g'isht va kafilcha aralashtirib ijod qilyaptilar. Hozir bu yerda terilgan tumbani ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana azizlar, mana shu g'ishtlardan mana shunaqa aylana ko'rinishda необычный, скромный figura fasonlarda mana shu temir stoykalarga terib berilyapti. Sokinlariga esa granit toshlarni, granitlar ham mana shunday quruq qilib terilgan. Bu yerda ponni faska qilingan toshlarimiz. Xudo xohlasa inshaalloh bu obyektimizni ham tugatganimizdan keyin oddiy bitta yuvamiz, g'ishtlarni yuvib tozalab yana bitta sizlarga chotki qilib obzorlarni qo'yib beraman. Hozir biz mana shu tumbalarga mana shunday Samarqand g'ishtlaridan foydalanyapmiz va devorlarimizda esa Eron g'ishtlaridan foydalanganmiz. Hozir mana bu yerda ozgina g'ishtni sho'ri chiqqan deb juda ko'pchilikda fikr tug'ilgan bo'lsa, ajab emas. U g'ishtni sho'ri emas. Biz mana shu g'ishtlarni terganimizda g'isht bilan uyni, ya'ni uyni devorini svyaska qilish uchun orqasidagi 5-6 sm rastyani zazorga mana shu yerda mana rastvor yasalyapti, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu rastvorda sement bo'ladi обязательно. O'sha sement bilan rastvor, ya'ni qum qorishmasi aralashtirib g'ishtni orqasiga quyiladi. O'sha sementlar g'ishtga reaksiya berib, sementni sho'ri g'ishtning yuziga chiqadi. U devorga qolib ketmaydi. Bu juda bir katta foydali tarafi shundaki, o'sha sement rastvorni sho'rini tashqariga chiqarib beradi bu g'isht. U devor, ichkaridagi devor sho'rlatib yubormaydi. Agar ichkarida qolib ketsa, sho'rlanib ketadi ichkaridagi devor. Bizga asosiy mana bu g'ishtga bersa, buni esa bitta karcher bilan shlang bilan shunchaki suvni sepib g'ishtlarni sho'rini yurib tashlasak bo'ladi. O'sha bu временный deyiladi. Временный sho'ri bor mana shunday. Azamat jo'ram. Azamat. Obunachilarim nima qilib qo'y? Yaxshimisiz? Sog'lik. Bu obyektimizda ham o'sha Arslonimizdan yigit so'zdan qaytmagan holda uy egalarini короче o'sha gap bir dona mixga ovora qilmasdan g'ishtimi, kafellarimi, sementlarimi, oyoqdagi qo'yiladigan lesa taxtalarimi va hokazo qanaqa ovoragarlik bo'lishidan qat'iy nazar hamma ovoragarliklarni o'z zimmamizga olgan holda ishlarni qilib beryapmiz. Mana hozir ustaboni yana g'isht terganlarni ko'rsataman. Mana arkasini so'raganlar, qanday svyaska bo'ladi deganlar, mana shunday distansiya zazorimiz bo'ladi. Bu yerga esa beton qo'yilib ketaveradi. Shunday ikkita cheti va tepa pastigacha shunday faska qilib chiqilgan. Shunchaki o'zi terilmagan bu yerda akalar. Darvozalarni girlarga ukrainskiy labradorit granitlardan terib berganmiz bu yerda. Sokinlar ham shu. Shunday ukrainskiy labradorit granitlardan Fintepeski fasonlarda qilingan. Hozir ozgina bardak, chunki bu yerda mana pol terildi, mana g'ishtlar terilyapti, bu yerga g'ishtlar terilyapti. Shuning uchun o'tda ishimizni tugatib olganimizdan keyin polnisni uborka qilib, uy egalariga shunday topshiramiz. Qisqasi ko'rgan odamni havas ketadi. Mana bu yerda Samarqand g'ishti va Eron g'ishtlaridan aralash qilib, derazalarni girlariga необычный fasonlarda terib berganmiz. Padagonliklariga esa granit toshlardan padagonlikga qo'yib beramiz. Ana hozir ustobodan bir maslahat so'raymiz. Ustobo, xormang. Bor bo'ling, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimi aka? Ko'pchilik obunachilarimizga mana shu g'isht bilan devorni svyaska qilish juda qiziq. Juda ko'p savollar bo'ladi, shu qanday svyaska qilasizlar deb. Mana shu hozir kakras rastor qilayotgan ekaningiz. Shuni obunachilarga ko'rsatay dedim. Ustobo, shu g'ishtlarga necha yil garantiya beramiz, xudo xohlasa, nima deysiz?
Yoshlarga inshaalloh abadiy deya olmaymiz, hamma narsa abadiy emas, Allohdan boshqa. To'ppa-to'g'ri. O'zlari jonlariga tegib buzmaganlarcha inshaalloh imoratlar agar zilzilada qulab ketmasa agar bizlarning narsamiz ancha turadi lekin. 20 yil, 30 yil, 40 yil, 50 yil qadrlashga xizmat qilib beradi. Uyni egalari jonlariga tegib buzmasa deyapti usta bu. Dakansa to'xtaydi. Xudo xohlasa zilzila, qanaqadir bir ofatlar bo'lmasa, inshaalloh dakansa turib beradi qor yomg'irlarga, issiq sovuqlarga. To'g'rimi usta bu? To'g'ri. 5 yil 4 yillik narsa emas-da bu. 10 yil, 20 yil, 30 yil ham turgan qishlar bu qadrlashga. Mana. Oddiy misol, meni o'zimga 15 yil staj bo'lgan bo'lsa, usta bu sizlar necha yil bo'ldi staji? 20 yil bo'ldi, ha? Ha, 20 yil. 20 yil bo'ldi. Mana shu hunarda biza usta bo'limiz 20 yil stajlari bor shu ish terishda, ustachilikda. Bizga endi ozgina kamroq. 20 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yil oldin tergan qishlarimiz bir xil turibdi lekin. Bir xil to'xtabdi. Tembol 20 yil oldin vobshe bu ishlar boshqacha ham edi. Ishlar ham juda qiyin edi. Hozir Allohga shukr ishlarimiz juda oson bo'ldi. Apparatlar, stanoklar, g'ishtlar oson bo'ldi. Mana shu ishlarni o'rganishga shogirdlarda xohish yo'q qoldi. Shunday bo'ldimi usta bu? Biz ishlagan paytlarimiz dam olasan bugun ishga kelmaysan sizlar yig'lardik. Bizlarni olib boring ishga deb. Hozir shogirdlarni uyga kirib yotgan joydan turg'azib ishga boramiz, tur deb turg'azadigan ahvolga kelib qoldik. Lekin shu narsani tushunib yetdikki, qancha yengillik bo'lsa, shuncha noshukrlik bo'lar ekan. Qiyin vaziyatda yaxshi bo'lar ekan, oson vaziyatda noshukrlik ko'payar ekan lekin. To'g'rimi usta bu? Bu hayot tajribamizda ko'rib kelyapsiz. Biz kesganlarimizni. Ha, g'ishtlarni masalan mana shunaqa ko'rinishga keltirish uchun bitta g'ishtni misol 4 bo'lak, 5 bo'lak qilib kesardik. Keyin g'ishtni devorga terganimizdan keyin orasiga 1,5 santimetrga rashivkalar tortib chiqardik. Uni ko'pchilik hozir ko'rmagan. U paytlar biz videoga olmasdik. Chunki bunaqa ijtimoiy tarmoqlar uncha rivojlanmagan edi. Mana xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlar rivojlanganda ishlarimizni qo'ydik. Mana xalqimiz xizmatda bo'lib, shunaqa qiladigan ishlarimizni qo'yib yuribmiz. Shunaqa zakazlar bo'lsa aloqaga chiqadi akalarimiz, borib xizmatlarni qilib beraveramiz. Mana ustozimiz bilan birgalikda mana bu yerda do'stim Azamat. Azamatjon, qo'lingni ko'tarib qo'y, like. Zo'r bachada Azamat. Mana bu yerda shogirdcha. Bular shogirdlar qo'ldan faqat telefon, olib kelib beradi telefonni, ish payti olib kelib beradi. Ko'rmay qaytib chop. Telefon o'ynamaylar dema sizlarga, diyor. Qara usta bu nima qilyaptilar? Usta bo'lgan bu ham ponni g'isht teradi, lekin xohlamadi dalshi, yana chaqqon. Telefon bo'lsa usta bu. O'labay. Bizani ko'pchilik mijozlarimiz, klientlarimiz mana shu YouTube'da, Instagram'da qilgan ishlarimizni ko'rib zakaz qiladilar. Shu har joyga borsak, har xil gaplarni aytishadi bizga klientlar. Masalan, qo'shnim aytdi, internetdan usta chaqirma, internetdan kelgan ustalar ras o'qib ketadi. Internet orqali bo'lmaydi ustalar deb aytdi deb shunaqa savollar bo'ladi-da. Men ko'pchiliklarga tushuntiraman o'sha yerda holatni. Hozir o'zingiz shaxsiy fikringizda mana shu yerda ijtimoiy tarmoqda bizlarni kuzatib turgan aka-uka, opa-singillarga o'zingiz fikringizni aytsangiz, shu qanchalik to'g'ri через internet usta zakaz qilish, qanchalik noto'g'ri. Shu haqida bir ma'ruza qilib o'tsangiz usta bu. Nima deysiz? Bir xil masa. Nima? Mana barmoq 5. Ha. Bir xil emas. Shunda. 5 barmoq. Bo'lmaganda ustalar ham bir xil bo'lmadi. Ha. Internetdan zakaz qilgan ustoni hammasi ham yomon emas, hammasi ham yaxshi emas. Aha. 100% yaxshi deya olmayman, 100% yomon ham deya olmayman. Lekin internet orqali topgandan keyin ham o'sha ishlagan joyga ketib, o'sha uy egasidan bir maslahat olish kerak. Aha. Qanday usta ekan, aytgan va'dasidan chiqdimi? Aytgandek qilib berdimi? Masalan, sen aytgandek bir dona mexga avora qilmadimi? Hammasi yaxshimi deb so'rash kerak. Salbiy fikr bo'lsa, shuna qarab ish qilish kerak. Ijobiy fikr bo'lsa, shuna qarab ish qilish kerak. Sen aytgandek hamma usta bir xil emas, ish topbiz. Ketib norozi qilib uy egalarini norozi qilayotganlar ko'p, to'g'ri. Shunday deb juda ko'pchilik borsam
O'rtog'imning uyida bir usta ishladi. Shu internet orqali chaqirgandik. Bizga ma'qul emas, lekin puli sizdan ancha arzon deb pul haqidan ham gapirishadi. Arzon ishlab, lekin sifatsiz qilib ketyapti. Yo'qsa arzon ishlab juda dahshat qilib ketdi. Shunga nima deysiz deb sizdan so'rayapman. Siz aytgandek to'g'ri, hamma usta ham bir xil emas, hammani ish ham bir xil emas. Shuning uchun mana shu yerda ommaga o'zingiz bir yana to'g'ri, qimmat ishlashi ham mumkin ustalar. Arzon ishlashi ham mumkin. Hammani o'zini savdosiga bog'liq, u kelishuvga bog'liqda. Hammani o'zini. Misol kimdir bu ko'chada 10 so'mga ishlaydigan bo'lsa, bizlar doljon emas-ki 10 so'mga ishlashga, to'g'rimi? Xohlasak 5 so'mga ishlaymiz. To'g'ri. O'zimizga to'g'ri keladigan bo'lsa. U ish mehnating o'zingga kelib chiqqan ishingdan bog'liqda. Uyda ishlaydigan masalan ustalar bor. Ustalar ishlash yo'li bor, hammani har Shunday, ha. Ustalar bor, ishitdik. U egalari даже qo'lini chopish kerak, unaqa uston deganlar ham ishitdik. Ha. Unaqa ustalarga maslahatim. Nima deymiz unaqa ustalarga, usta bu? Unaqa ustalarga maslahatim. O'g'irlik, harom pul deganda faqat o'g'irlik bilan yo birov haqqini yeyish bilan harom pul bo'lmaydi-da. Ha. Harom pul bir kishi, masalan, mana shu xonadon egasi Rossiyada 1 yil ishlagan. 1 yil ishlab, yig'inib $5,000 $6,000 yig'inib shu g'ish qilaman deb havas qilib usta chaqirganda, 1 yil yig'inganini kimdir kelib bir pullik qilib ketishi mumkin-da. Agar u odam norozi bo'lib, bergan pulga norozi bo'lsa, o'sha o'g'irlik qilgandek harom bo'ladi ular. O'g'irlik bilan bir xil bo'ladi pul. Demakki, harom pul deganda o'g'irlik qilib yo kimnidir aldab pulni olib yeb ketish emas. Mana shu uyda ishlab turib ham uyda egasini norozi qilib ketsa, o'sha pul ham harom deb aytapsiz siz. Ko'p ustalar rozi qilib chiqyapmanmi? Norozi. Rozichilik ikki tarafdan bo'ladi-da. Bir tarafdan rozi, bir taraf norozi bo'lsa, u roziligiga kirmaydi. Ham uyda egasi ham rozi bo'lishi kerak, ham usta ham rozi bo'lishi kerak deysiz-da. Ha, ikki taraf rozilik bilan ish bitadi. Bitta taraf rozi bo'lganda rozilik deyilmaydi-da. Ustalar mana shu narsadan nima qilyapti? Ish topmiz. Keyinki o'sha topgan puli yaxshi tarafga ketmasligi mumkin. Har xil kulfatlar, falokatlar, har xil kasalliklar bo'lishi mumkin. Pullarni qayerga ketganini bilmay qolar. Shunaqa ustalarga maslahatimiz, iloji boricha rozi ishlash kerak. Siz rozimi? Men rozi, siz rozi deb chiqsa yaxshi-da. Ustozlar biz shuni o'rgatganlar-da bizlara. Rozi bo'lmasa pulini olma deganlar. Lekin sani qilgan ishing halol bo'lsa-yu pulingni bermasa, Alloh solib ketadi degan. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ozgina bo'lsa ham mana qisqacha bir tushuntirish bo'ldi. Atay men mana shunday ijtimoiy tarmoqlardan meni ko'pchilik zakaz qilib chaqiradi. Men viloyat boraman. Misol kelishuvdan keyin chiqamiz-da. Например, ish savdo qilishga ham oldin telefon orqali kelishiladi. Har taraflama shartnomalar uy egasiga ham, menga ham ma'qul bo'lgandan keyin o'sha uylarga borib savdolarni qilgan paytim, o'zim ko'rsatib gapiray. Shunaqa misol Buxoroga boraman, yo'qsa Toshkentga yo Jizzaxga borganimda shu qayerdadir bir qo'shnilarnikida shu internet orqali ustalar kelib parod qilib ketgandan keyin, biza borganimizdan keyin bizga ishonch qolmaydi. Ularning xayolida значит internetdan keldimi, bular ham parod qilib ketadi, rasvo qilib ketadi degan fikr paydo bo'ladi-da. Hozir mana ustozim aytganlaridek 5 barmoq baravar emas. Har qayerda ishlagan uy egalari ham nima desam, hammalari bir xil emas. Qayerdadir bir kimdadir kamchiligi bo'ladi, kimdadir bir ideal holat bo'ladi. Hammada ham ideal bo'lmaydi u. O'shaning uchun rozilik ikki taraflama bo'lishi kerak. Uy egalari ham, usta ham rozi bo'lsa, o'shanda qilingan ish ham, olingan pul ham barakali bo'ladi deb mana hozir ustozimiz tushuntirib o'tdilar. Bu gapimiz bilan hech kimga bir paxta qo'yish yo uy egalariga paxta qo'yish ma'nosida gapirmadik. Prosta hayotda shunaqa holatlar juda ko'p bo'lyapti. Menga juda ko'pchilik murojaat qilib, shunaqa bir parod bo'lib qolgan ishlarni shu sizlarning gruppalaringizdanmi yo usta Jonibekni shogirdlarimi shular deb menga juda ko'p aloqaga chiqadilar. Bizlar baribir beayb Parvardigor qayerdadir bir kamchilik, xato qilib qo'ygan bo'lsak, yoshligimizda, misol hozir farq yo'q, o'sha qilgan kamchilik xatolarimizni inshaalloh to'g'rilab, uydagilarni rozi qilib chiqib borib ketamiz. Ishlarni topshirib. Endi kimdir mana shunaqa ish qiladigan bo'lsa, hammasi ham bizning shogirdimiz bo'lmaydi. Hammasi ham bizning gruppadan bo'lmaydi. To'g'ri, jamoamiz keng,
60 kishiga yaqin bizani ustalarimiz, shogirdlarimiz, meni jamoamda 60 kishiga yaqin biza travertin, granit, mana shu abilsovga g'isht teradigan ustalar, ya'ni shogirdlar ham juda ko'p. O'shaning uchun qayerdadir bir parod bo'lib qolsa, shunaqa ishlardan bizadan emas u. Agar bizani ishimizdan parod bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz borib javobini berib, har taraflama qilgan ishimizni, kamchiligimizni to'g'rilab bera olamiz. Shuning uchun noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana hozir ustozim ozgina bo'lsa ham tushuntirib o'tgan bo'lsalar, bizlar xursand. Ozgina vaqtlaringizni oldik, endi ishimiz haqida yana davom etamiz. Qisqasi mana shunaqa tashqi fasadlar uchun mana shunday Eron qishlari, Samarqand qishlari terib berish xizmatlari bilan O'zbekiston bo'ylab shug'ullanib boramiz. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, masalan, siz musofir yurtdami, O'zbekistondami, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar uy egalarini bir dona mixga ovora qilmasdan xizmatlarni qilib beramiz. Mana shunday hashamatli qilib, chiroyli qilib. Sog' omon bo'linglar. Barchalaringizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Hammaga mana shunaqa hashamatli uylar qurib yashash va o'sha sizlar qurgan uylaringizda bizlar xizmat qilishimiz nasib qilsin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.